Tushda yerga qulashni ko'rishning ta'birlari. Tushda yerga qulash turli holatlarga qarab turlicha talqin qilinadi. Tushda baland joydan yerga qulash hayotdagi sinov, rejalarda kutilmagan o'zgarish yoki ehtiyotkor bo'lish kerakligidan darak berishi mumkin. Qulab lekin omon qolish, qiyinchiliklarni yengib o'tish, muammolardan chiqish va yangi imkoniyatlarga erishish belgisi sifatida talqin qilinadi. Bordiyu qulab jarohat olish vaqtinchalik tashvish, ruhiy bosim yoki yo'qotishdan xavotirni anglatishi mumkin. Qulab darhol o'rnidan turish, sabr, toqat va kuch bilan qiyinchiliklarni ortda qoldirishga ishora qiladi. Shunchaki yerga yiqilish ba'zan kamtarlik, xatolarni anglash yoki hayotdagi ayrim ishlarga qayta e'tibor qaratish kerakligini bildiradi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.